buyumlardan nima uchun rozi bo'ldingiz? Chunki siz o'z go'zalligingizni tushunasiz. Go'zallik qimmatingizni qimmatlik va esinlik bilan voyaga yetkazishni texmo obdan bilasiz. Sharaf yurishliklari go'zallik qimmatingizning boshlanishi, davomi ham mangulik poyonidir. Gulli bo'lsa gul emas, husn firoqi bo'lmasa, go'zallikda tanhosiz, sharaf sizda bo'lsa-la. Sharaf yurishlik kirim buyumlari. Hey, Nishin Laylo yeni Cho'lpon keldi programmamizga qaytib kelganingizni qarshi olamiz. Men program riyosatchisi Nurali Hasan. Biz nima seg'indinglargu deyman. Shundaq, sizlar bizni seg'inganga o'xshash, biz sizlarni bak seg'indik. Bugun Nishin Laylo yeni Cho'lpon keldi programmamizning 2020-yillik yangi soni orqali sizlar bilan yangi qiyofatda va yangi holatda yuz ko'rishib o'tiribmiz. Yaxshi sizlar ekranlik ko'rmanlar. Men top vakili Abduali Ali bo'lman. Naq maydon kelgan tomoshabinlarimizdan boshqa ekran oldiki tomoshabinlarimiz tor orqali bizga savollarni qaytarsa, men sizlarga vakaltan cho'lponlarimizni so'rab berman. Lekin bizda eng hayajon soldigan daqiqalar bu emas, shundaq-ku. Balkim mayli naq maydondagi tomoshabinlarimiz bo'lsin va yoki ekran oldidagi ko'rmanlarimiz bo'lsin, eng qiziqadigan nuqta bugun cho'lpon zodi kim? Bugun cho'lpon keldi programmasiga kim keldi degan masalaga qiziqayotgan bo'lishi mumkin. Endi men o cho'lponni bevosita sanimizga taklif qilishdan avval men shu kichik bir so'zga xotima berib o'tsam deb o'ylayman. Masalan, menshi, ya'ni cho'lpon degan so'zni biz anglagan vaqtda kimlar ko'z oldimizga keladi? Shaxsan mening ko'z oldimga shu ekran yuzida ko'p chiqqan naqshchi, usulchi, etotchi qatorliq bir qator cho'lponlarimiz esimizga keldi. Demak, san'at sohasida xizmat qilayotgan bizdan tonilgan artistlarimiz shundaqmi? Amaliyotda bu cho'lpon degan so'zning doirasi nihoyat cho'ng. Night Kangri. Bu söz faqat noqillarda san'at sohasidagidagi qartilgan söz bo'lmasdan, har soha har kasblarda utuq qozongan, o'zini namoyon qilayotgan, qisqasi, jamiyatda aktiv ta'sir qo'zg'ayotgan, uningdan boshqa biz hammaylar taniydigan, biz e'tirof qilgan kishilarni cho'lpon deb ta'riflashga tamoman bo'ladi deb qarayman. Shuning uchun bugun cho'lpon keldi programmamizga qadam tashrif qiladigan cho'lpon u naqshchi emas, usulchimi emas, aktyormi emas, yoki riyosatchimi emas. Kimdi? Uni bevos chaqirishdan avval men uning ikki yig'iz nuqtaliq gapini deb bersam cho'qim bilalaysizlar deb o'ylayman. Uningdan beli chaqiramdiq. Bo'ldi. Hammamizga ta'sir qilgan bir gapi bor. Sizlar to'lib biladigan qiyofat kirvanman. Biladigan odamning ko'zi mana da oldim. Unda qo'sa sanimizga hurmat bilan, taklif bilan Ali Qurbon. Qanday yaxshimasa? Uzun bo'lib yo'qolib ketdingiz. Yapamı. Çıktınız bana. Ali Qurbon efendimni mana o'z ko'zimizdan ko'rdik. Mana bu biladigan odamning ko'zi manda bo'lmaydi, manda bo'ladi. Endi akam shu 2020-yillik yangi son emasmi? Tunji soniga siz qadam tashrif qildingiz. Endi quruq qo'l kelmadingiz qachon? Yo'q. Bir ko'ngil so'g'ularingiz bor. Qallidliq narsa bor. Liqni deb bergan eskanda bu liq ma'naviy bergan narsa emas. Bergan narsa chiqmaydi Ali akam. Yurtinadin? Unda qo'sa akam, o'sha ang oldi bilan o'tirib olsak ish faqat tanatmaydigan joy. O'tirib olgan kilam qo'qqisi kelmaydi. Shuningga mishada o'rnimizdan turgan vaqtdan foydalanib, naqsh etish qobiliyatingiz xeyli yuqori bo'lmasa. Naqsh etalamda? Ha, bir leksiyada o'quvchilar etib bergan bir naqshi bor. Menga bek ta'sir qilgan-ku. Uni tekstni, melodiyalarini yozishga xeyli bek kuch chiqargan vaqt ketganda. İcadiyat. Ha, ijodiyat. Anglab baqlayapsiz bu naqmaydi? Unda bo'lsa shu naqmaydi. Mening ham fikrim emas akamda. Ammalar anglab baqsa. Anglab baqwa? Meni naqsh aytib degan gap shu maymunni so'zib deganda. Gap qo'shilamo ya. Mening qobiliyatimni uning bilan aloqasin saqla. Hatta amma o'zimmo naqshni anglashni yaxshi ko'raman, aytishni yaxshi ko'rmayman. Bu vaqtdagi naqsh ham shu ballag'amda bir qiziq bo'lsin deb yotsam qopsam degan naqshni darsam. Yaxshi. Aytgan. Bu vaqtda ganjo. Undan olsa programmaning o'tirliqda aytib bersangiz mayli. Bo'ldi, yelimen be. Eshitib olganda. Shashib qolsam. Bo'ldi, unda qolsa oldi bilan o'tirishga taklif etaylik. Men shu burun tutatib shu Ali muallimni ekranlarda ko'rgan vaqtlarimda men bir ta'sir qilgan bir ish bor-ku. Davlatlik birinchi darajalik psixik yetakchisi. Ishkimi? Ketdingizmi? Azan chiqdi. Men xato chiqdim bunda. Mening nazarimda birinchi darajada hamda men bunda demakchi. Shu vaqtlarda men ko'rib, shivisi nim deb o'zgarmagan bu psixik yetakchisi turib deb men mo'shnoga qiziqib qolgan. Ayrim so'ray desam, yo telefon qilib udulunda so'rasam, hamda tullab ketmisin deb.
Şimdi programı ataydan çağırıp ekran aldıdan bir soru bitey dep oylap kaldım hem de. Siz psixik qanday şivi sözleş kerak? Ortak til deymiz ғой endi. Hamda ürümçi şivisi desek mi taza to'g'ri bo'lmas. Ortak til. Ekranlarga chiqqan vaqtda cho'qim bilan şivi aralashtirmaslikni talab qilamiz ғой. Lekin siz o'zingiz o'yladingizmi, men şivem bilan moda qilaman shu gaplarimni deb o'ylaganmi yo qandaq? Buningda bir sabab bormi? Meni kishilarning yaxshi ko'rishning sababi nima desa, mendagi bir xil rostchilik. Mayli gapim bo'lsin, mayli his tuyg'ularim bo'lsin, mayli hissiyotlarim bo'lsin, mayli ya siz degandek shivillarim bo'lsin. Bu bir rost narsalar bu. Rost narsalar qo'pol bo'lsa-mu, u kishilarga huzur bag'ishlaydi. Ba'zi yolg'on narsalar var, masalan, yolg'on gullar. Shundoq chiroyli, nuqsoni yo'q, chiroyli bir xoshu gullar var. Ammo bu xoshu gullar siz qurt qo'ng'izlarni uchirtanmaysiz. Nimishqa unda hayotlik yo'q. Qurt qo'ng'iz sumagidek hech qanday narsa yo'q. Şu faqat chiroyli xolos. Ammo haqiqiy chiroyli narsalar nimasi? Tog'da o'sgan, bog'da o'sgan, loy choplashib qolgan, rost gullarchi desa, u odamga huzur bag'ishlaydi. Bu gullarda kipinaklar qo'ndi. Hasalar qo'ndi. Odamlar puraydi. Ammo yolg'on gullarda cho kipinak bo'lmaydi desa, u faqat shu bir jongshu buyimi demdik, zinnat qo'yim xolos. Shunga mening ishimdan o'zgarishim hojati yo'q. Men mush holatdaman. Men bek yaxshi odam bo'lib ketishni yaxshi ko'rmayman. Chunki mening buni nurg'ulagan balkim nachar tarafim bo'lishi mumkin. Ammo ishlarning ko'z qarashidagi mening ba'zi nachar taraflarim, men yaxshi ko'rgan taraflarim. Chunki shu men tusam. Shu o'zimning nuqsonlari bo'lsin, yoki ortiqchilik bo'lsin va yoki kamchilikim bo'lsin, ko'z beshavrim. Chunki oxirida hammamiz o'zimizning rohatlik uchun yashaymiz-da. Shunga mening shivillarimni o'zgartirishga olaydi. O'ylashim baxmadim bunday narsalarni. Men shivilim boshida jonimni unimi bilmayman rasqaqisa. Men faqat o'zimning bilganlarini, hissiyotlarimni kishilarga eng oddiy usulda yetkazib berishga tirishaman. Ammo oddiylik degan murakkablikning oxirlashishi. Biz boshlanish emas. U nurg'un murakkab bilimlarning oxiridan ondan bir narsa oddiylashadigan gap. Shunga shivillarimni o'zgartirishning alohida bir sababini topolmadim. Hozirgacha hammasi tushunib kelyapti gaplarim. Bo'lib qolsa, hamda o'ylashim mumkin-da. Tushunmayapti deb. Lekin tushunganki hamda hojati yo'q. Uning hech qanday hojati yo'q. U men tusam. To'g'ri. Unda bo'lsa, shu necha yil oldin aslında shu leksiya videolar tarqalgan vaqtda biz hammalar qiziqib ko'rdik. To'g'ri. Hatto buni keyingi qismlari qachon chiqadi deb bek taqozolik ilkida ko'rdik. Ko'rdik yo'q, lekin buni yaxshi ko'rgan odamlarmi bo'ldi? Yaxshi ko'rmaydigan odamlarmi bo'ldi? Masalan, siz bilan taz xushyoq odamlarmi bo'lishi mumkin-da. Bu Alimovning deganlarining hammasi biz biladigan narsalar-ku deb o'ylash mumkin. Mushlar qanday qaraysiz? Endi ular shu meni eng hurmatlaydigan odamlar amaliyoti. Shu ashlar. Adamlar meni hurmatlaydi, biroq meni yaxshi ko'rmaydi. Meni hurmatlash sabab nimasi? Ularning chin qalbidan bir xil e'tirof qiladi ashlar. Yaxshi ko'rmas sabab nimasi? Ularni ham men ozroq bearam qilib qo'yishim mumkin. Chunki siz o'zingizdan bilimliroq yoki o'zingizdan bayroq odamni tez yaxshi ko'rib ketmaysiz. To'g'ri. Uni hurmat qilsiz-yu, ammo yaxshi ko'rib ketmaysiz. Chunki u sizning yaningizga kelganda siz kichik ko'rina qolsiz. Shu bu xil bearamlik tuyg'u odam bearam qilgachqa bizning mana kesbiy tilimiz bo'yicha kichik men sizni darhol nimaga yetaklaydi desa, uningdan qusur tepish yoki bayotin degandek o'zini cho'nglatish, men bilaman degandek shakllar orqali kichik men bearamchilikni xato usulda bir taraf qilmoqchi bo'ldi. Shunga men yaxshi ko'rgan odamlarga rahmat aytaman, meni yaxshi ko'rmaydigan odamlarga esdashlik qilaman. Alimovning har bir eg'iz gapini olsak, shu leksiyalarni olsak bilimizcha, iliq misol keltirishga usta. To'g'ri. Misol keltirib qoyil qilgan deb o'ylayman men siznicha. Chunki men boshqa psixik yetakchilarininki leksiyalarini oldim. Hammalarni hurmat qilaman, lekin men Alimovnikini bakrak yoqtirib olgan ekanman. Qanday desa, nihoyat oddiy so'zlar bilan, nihoyat turmushlik hikoyalar bilan isbotlab berdi. Bizga ko'rsatib beradi-da. Eng yaqin holatda. Lekin endi men o'ylab qolaman-da, so'zlab berayotgan mening bir do'stim bo'ldi deb turib boshlaydi-da bir ishlarni. Mushta Alimov menda bo'lgan, anda bo'lgan deb keldi. Men uningga menda dedim deb javob berdi-ku. Lekin men mush hikoyalar rasmi ya endi o'ydirib chiqarilganmi deb oshnaga qiziqib qoldim. Bu hikoyalarning jiqlar rost. Chunki odam nimani izdasa shu narsa uchraydi. Agar siz talada o'zingiz yaxshi ko'radigan bir markalik mashinani kallang selib olgan bo'lsangiz, osh mashinaning nojiqligini his qilasiz. Bir tümüçü varken 20 yıllık tümüç ekanda bu. Bir kun bir adam kepti buni oyuna. Kelganda ekan, o tümüç depti. Yelim ayni vaqtda men apamning gapini anglamay, dadamning gapini anglabdi ekanman deganda ekan, odam depti. Bu ayni vaqtda apangiz nim degan, dadangiz nim degan. Apam meni tish doktori bo'l degan. Dadam meni
Yo'q, tümüç bo'ldi ekan. Elim tümüç bo'pti ekan degan ekan, odam hayron qilib, tish doktori bo'lsangiz nima bo'ldi desa, hech ataq chiqdi ekan to'q. Chunki men 20 yil bo'ldi mush do'konda tümüçlik qilyapman. Bir odam taqa tishim og'rib qoldi, tatqizib qo'y deb kelib baxmadi dedi. Bu qanday logika? Bir qarsangiz rost gap ha. O 20 yil tümüçlik qildi, bir odamning tish og'rig'ini ko'rib baxmadi ya. Ammo bu yerdagi logiksizlik nimasi? U tish doktori bo'lmasa, uni nima qilsa deydi, shunaqami ya? Agar u tish doktori bo'lgan bo'lsa, qancha odamning tishining kama, qancha odamning tishining og'ri, qancha odamning tishining qurtayotganini ko'ralaydi. Sizning ishingiz diqqat qilmay, tishingizga diqqat qilib-chu. Chunki siz ko'rmagan har xil, har yangi tishlarni ammo ko'ralaydi, tish bo'lgan bo'lsa. Ammo u tümüçida. Şu nurg'un odam qaysi kesib kirgan vaqtda shu o'zining kesibiga muhtoj narsalar uni uchrab turdi. Yoki nurg'un uchirgan narsalarning ichida o'zining kesib bilan bog'liq narsani tepib olib og'irib olgan gap. Shunga menmi kishilik turmushda dal nima desa, men o'rganayotgan nazariy bilimlarga mos keladigan shu narsalarni tushuntiradigan amaliyot narsalarni ko'rib turman. Avtomatik ongsiz oldi izlab turman. Natija bo'lsa menga shunday narsalar uchraydigan. Hozir modavatqa hikoyami rost lekin ha? Bu yumor. Yumor? Ha, bu hikoya emas. Lekin rost ekanmizda tuyg'u berdi-da bizga bunda bir tümüçü bor ekan degan kunlar, ha, rost bağa o'xshaydi. Rost ko'z oldimga qasa keldi-da, nima desa? Ma savolim javobiga yetib bo'ldim-cha hamda. Yana bir qiziq nuqta bor. Bumi necha yilning oldida yuz bergan ishga hamda. Ali Qurbon o'zininki ham shu plastikasini taqatgan shirkat bilan ziddiyatlashib qopti degan oraliqda bir ziddiyat bir voqeasi ketgan-ku. Buning oxiri qanday bo'lganda unda bir qiziqqan. Lekin oxirini qanday bo'lganligini biz bilamagan. Shu to'g'riliq so'zlab baqqangiz bormi yo qanday? Qonun inta odil narsa u, ha. Mayli haq talab majrosi bo'lsin, jinoiy ish bo'lsin. Qonun degan odil narsa. Mush narsani siz ishonsangiz, mush narsani siz e'tiqod qilsangiz, sizning hech qanday qo'rqishingiz hojat yo'q. Chunki odam hech nimadan qo'rqmaydi. O'zining xatoligidan qo'rqadi. Sizni qo'rqitayotgan sizning xatoligingiz, boshqa narsa emas. Shunga u nihoyat yaxshi hal bo'ldi. Yengib chiqib to'xtamdi, ammo men bu gapni eshitishni bek yaxshi ko'rmayman. Chunki men raqobatlashni yaxshi ko'rmayman. Xuddi bizning o'sha davlatimizning mashhur mutafakkiri Kunz aytgandek, bu jonni jo yeng degan. Talashmasang yengisan, raqobatlashmasang yengisan. Ammo nurg'a odamlar bir raqobatlashni bek muhim o'ylaydi. Men hech qanday odamlar raqobatni yaxshi ko'rmayman. Shu yenglish degan bu gapni men oldira ishlatmayman. Demak, o'g'lingiz hamda raqobatlashning o'zi xato ishmi? Hamda buni men sizga xato desam, sizning hozirgi bilim o'lchimingizda siz yana xatolashib ketsiz. Sizga nisbatan to'g'ri bu. Chunki siz yosh, siz raqobatlashsangiz sizga ma'lum darajada dungli keldi. Ammo mening bilim qurilmam uchun elib aytgan raqobatlashimiz bir ahmoqlik. Ammo buni siz ko'chirib xatoma desangiz, u sizga ziyonliq. Şun bu yerda ba'zi narsalarni biz ishlatgan vaqtda men bildim debla uni og'zimizdan chiqarib etsak, u chaqda cho'tsin nurg'un odamlik bu ziyonliq bo'lish ehtimolligi bor. Masalan, chini qisarisiz qancha eg'ir ko'taralsangiz shuncha yaxshi. Ammo bu ishimizga mos kelmaydi. Unda eng eg'ir ko'tarsak bo'ldigan desaklar bizning bilimiz sunadi. Gap to'g'ri. Qancha eg'ir ko'taralsan shuncha yaxshi degani asta-asta kelib badningiz shuningga moslashganda shu eng egiz ko'taralgan eng kuchli bo'ladi. Ammo ishimiz u bosqichni besib o'tmaylar. Eng eg'ini ko'tarsam yaxshi ekan deb ko'tarib olsak, ya bilimimizdan chatash qilib yaptimizdan. Ben eng eg'ini ko'tarsam o'riqlayman. Shunga ba'zi narsalarni manga to'g'ri narsalarning boshqalarga to'g'ri bo'lishi notayin. Shunga biz so'zlagan vaqtidami o'zimizga to'g'rini so'zlamaymiz. Balki hammadamga to'g'rini so'zlaymiz. Tushundim. Endi shu vaqtlarga nisbatan sizning tilga odamlar bo'ldi-ku. Ashunda masalan ekranda ko'rib turib, ko'mam degan desa, endi ko'rdi-da endi. Endi ko'rib turib tillaydigan, to'xtamay qusur topadigan odamlarning psixikasini qanday tushunamiz masalan? Normal sharoit odam cho'qim bir tillashga muhtoj odam bo'ldi-ku. Tillash muhtoj bo'ldi insonlar. Chunki u o'zining ojizligini boshqalar proksiyalash orqali, boshqa tillash orqali o'zidagi ba'zi ojizliklardan qochadi. Misol, siz birini tiqib oldingiz. So'ngan shu tiqvagan narsangizni egiz kelib, sendima desa, yo'q, o'ningda deb ko'rsatib qo'ysiz. O'ningda deb ko'rsatib qo'yishingiz sabab, aning diqqatini o'zingizdan aning burib etmoqchi xolos. To'g'rimi ya? U deganingiz menda emas deganingizda aningga. Endi uningga menda emas deganingiz shu sizda asli u narsa. Shu buni biz psixologiyada proksiyalash deymiz, ya'ni to'g'ri deymiz-ku. Chiroq sizga to'g'ri qil anini to'g'riqandek odam o'zidagi ojizliklarni boshqalarga döngeş orqali o'zining menda ojizlik yo'q deb mandaqqa. Masalan, sizni döt degini, men emasman, men döt emas degini. Men döt emas degini amaliyot ashning dötlik qismini basqanligi. İnsan hem döt hem akıllı oldu. Ama nurga adamlar o'zining dötlik qismini qabul qilolmay, har qatim dötlik qismi oshkorlansa, uni qabul qilolmayli. Andan ekan bayatı menda emas degandek, döt, mal döt, manachar, och ko'zdi. Amaliyot buning hammasi ashning o'zining besib bulanmayotgan xarakterining bir xil namoyandisi.
Şoňlarning men tilişi amaliyotda o'zdiki shu sifatlarning bog'liqligi. Rahmat aka, o'zim shaxsan necha vaqtdan beri shu so'ramoqchi bo'lgan savollarimni so'rab oldim-chi hozir bir aqir. Hamda ma programmamiz nihoyat erkin xarakterli programma emasmi? Programmamizniki o'zining muqim chiqarilgan 8 savoli bor-chi. Bo'ldi. Buning cho'qim rasullik bilan javob berishingiz kerak endi. Men yolg'on so'zni bilmayman. Mening eng cho'ng ojizligim yolg'on so'z emaslik. Bak rost so'z aytib qolsangiz bir chatoq chiqarmi bundan? Men bir rost odam. Unda qo'sa, chatoq chiqmamdi, unga hech qanday munosabatim yo'q. unda qo'sa chatoq yo'q. Men unda olsa 8 savolimni boshlayaptim. Birinchi savol, siz to'y qilganmi yoki bo'ytaqmi? Men to'y qilgan. Ikkinchisi, siz bo'yli qancha yosh? 37 kichidim men. Men 82-yil 9 oyning 5 ishchilayman. Uchinchisi, siz o'zingizga bak kelishgan deb qaramsiz. Boshqa shunday qaray ekan. Men Kelishgan deb qaramsiz? menimcha men yomon emas deb qarayman. Yomon emas. Shu o'zingiz Bekmi kelishgan emas, ammo bek nachar emas, ammo ekran xil kelishgan ko'rinaman men. Bu g'albal maymundan sal chiroyli qilib unda bo'lsa, sizning mana shu bosh qismingizdan, bosh qismingizdan o'zingizdan eng chiroyli yeringiz nima deb o'ylaysiz? Masalan, qishingizmi, chechingizmi? O'zimni eng yaxshi ko'raman. Qishingizmi yaxshi ko'rishga tegishlikka bo'lmasa? Qishimni opam yaxshi ko'rgan. Ammo shu bir narsa esimga kelib qoldi. Shu kichik vaqtingizdan hikoyalarni biz anglab bo'lganda, buni siz bir qadamlik leksiyada deb bo'lgan. Ali Malim ya'ni shu onasiga palto olib beraman deb bir palto uchun tirishgan. Shuning uchun ham tirishib shu yo'lda saati ketib qolgan bir hikoyasini so'zlab bergan-chu. Bu cho'qim rost deb o'yladim endi. Qarang, sizga bir narsani desam, odamlarning mingisi rost yolg'on o'rganmagan bilan odamlarning badani, ya'ni qalbi deymiz. Qalb amaliyot bada orqali tuydi-chu. Badani bilib oladi rost yolg'on narsalarni. Yolg'on narsalar ta'sir qilmaydi. Uni qancha dab-dablik qilsangizmi, u shu faqatlan intayin dab-dablik quruq gaplar qoldi-chu. Rost narsalar badningiz tuya oladi. Tabiiy ta'sir qildi. Demak, sizning hozirgacha yodingizda bo'lgan ekan ashish, menimcha bu rost gapmi deyman. Mana shu bek ta'sir qilgan shu. Har qanday odamniki shunday hikoyasi bo'lishi mumkin, shunda bir ta'sirlik o'tgan bir o'tmish bo'lishi mumkin-chu. Demak, nurg'un odamlarning yodi qilishning sababi nima esa, u hargiz mening hikoyamdan ta'sirlanmadi, balki mening hikoyam orqali uning qalbidagi o'zining hikoyasi qo'zg'alib ketadi, jiho bo'ldigan gap. Biz bir naqsh aytimiz yoki bir ta'sirli film ko'rganda uning emas, balki hikoya suratlar bizning o'tmishimizga shunday ta'sirli narsani esimizga keltirdi, o narsa sizga ta'sir qildigan gap. Nurg'un vaqtlarda men faqat kishilarning nimasi edi, qalbining ayniga xolos. Menda aytgan nurg'un narsalar orqali odamlar o'zini ko'rdi xolos. Shunlarni meni yaxshi ko'rishi, xuddi ular meni bir xil tuqqundek his qildi. Nimishqa? Chunki his tuyg'ularni o'rtoqlashgan odam degan u ajoyib kuchli bir xil muhabbat bilan bog'langan bo'lib ketgan gap. To'g'ri. Unda men keyingisiga o'tib ketdim. Sizning eng yaxshi ko'radigan kino cho'lponingiz kim? Men yaxshi ko'rgan artistlardan Jason Ba. Yasin. Diyorimizga emasdan. Diyorimizda kino artistlaridan men April Samat xonim. Chunki bu xonim rol o'taganda bir xil rost rol o'taydi. U xonimning bir xil guangolurimi bir xil odamga huzur bag'ishlaydi. Men eng yaxshi ko'rgan artist shu. Sizmi e'longa chiqyapsiz hozir? Chiqyapman ancha-muncha. Qancha puldan chiqyapsiz? Men asosan 60 ming ko atrofida chiqaman. Naqlan muqim bor. Naq muqim bor. Bek talishib hamda bekalik munosabat izlab qolsa shu 59500 ko'ga chiqadi. Rahmat aka. Har bir qaytam javob bergan shu javobingizda rostchiligingiz bizni ta'sirlantiryapti shundaqmi? Balkim nurg'un ekran oldidagi ko'rmanlarimiz anglagan odam, "Sarangmi bu deyishi mumkin." Da? Ash sarangda. Deb bo'lishi mumkin-da, desam. Chunki siz bir narsa bilishingiz kerak ekan. Faqat inson botur odamning samimiy keldi. Qo'rqinchoq kishilar yolg'on so'zlaydi. Odam qancha qo'rqinchoq bo'lgansa yolg'on so'zlaydi, chunki o'zining ichki dunyosining boshqa ifodalash yaxshi ko'rmaydi. Bu qanday yashaydi? U bir xil teshida yijiy olish mumkin-ku. Siz qarsangiz mencha kulmayman. Chunki men kulishimni ochi yo'q. Chunki men kulib turman. Mening qalbim shu kulib turdi. Shu mening uni tishlarim chiqarib bijishimning aloqa, chalechilgan kevezldek. Qalbim kulib turman. Nurg'un odamlar qildi, ammo uni uxlayotgan vaqtlarda qarab baqsangiz bearabchilik bor. Shunga bir samimiy bo'lish uchun nima ketadi desa, boturlik ketgan gap. Bu men o'zim faxrlanadigan tarafim. Shu mening faxrlanadigan markaz mening erishga atalmish yutuqlarim emas va yoki mening biladigan o'qigan kitoblarim emas. Mening eng faxrlanadigan yerim mening his tuyg'ularim. Menda nurg'un his tuyg'ular, ajoyib go'zal his tuyg'ular. Men shu his tuyg'ularimdan faxrlanaman. Shu menga bir xil ishonch ato qilib yetadi. Shunga men nurg'un vaqtlarda rost so'zlashni qo'rqmayman. Unda qolsa aka keyingisi ham siz kitob o'qishni yaxshi ko'rmaydigan kishilar qanday qaraysiz? Ularga nimalar deganingiz bor?
Aslga qilsam men kitob o'qimagan odam bilan pek kirishib olmayman. U o'zining dunyosida qarayman. Masalan, siz bir kuni yuzingizni yuymay chiqsangiz bearam bo'lasiz. Nimishqa? Chunki yuzingizni yuyish kuna qolgan. Hamlet yuz yuymaslik yuz yuyishdan o'ngayroq, shundaymi? Yuzingizni yuyishga og'zingiz chaqab shunday qilishqa bir ish ketadi aslida. Yuzingizni yuymasangiz shunda o'ngay, ammo o'ngay ishmi? Yuz yuygan qaraganda bir xil bearam qiladi, jafoliq tuyulib qolayotganga. To'g'ri. Men uchun pekanda kitob o'qimaslik bir jafoliq ish. Ammo nurg'a odam uchun kitob o'qish bir jafoliq ish. Chunki esingiz bo'lsin, har qanday bir odam ma'lum narsani ta'min etib qolsa, shu narsani izlayg'imla qoldi. Shu men uning o'qib huzurlanishini ta'min etib qolgan. Men shuni ta'min davomlashtiribman. Men qandaqdir kitob o'qishni bir fazilat deb o'ylayman, mas'uliyatmi deb o'ylayapman. Chunki mening kallamda mas'uliyat bilan bir ish qilmayman. Ama huzurlanaman shu xolos. Ham nurg'a odamlar balkim kitob o'qimaslikda huzurlanish mumkin. Buni xato deyishga bo'lmaydi. Mening ham bir xarakterimni hukm qilmayman. Oq demayman, qorin demayman, sovuqmi demayman, yaxshimi demayman, men ishim demayman. Men faqat narsani ko'raman xolos. Uni aynan ko'rishni yaxshi ko'raman. Chunki nurg'a vaqtlar sizning hukmingiz sizning mingizda tuman paydo qilib, narsalarni to'g'ri ko'rishingizga ig'ir darajada to'sqinlik qildi. Agar siz bir odamni ko'rishmay turib, u to'g'risida bu nachar odam degan bo'lsangiz, shu hukmingizni o'zila mingizda tutsab, u odamni zargizmi ko'rolmaysiz. Agar siz bir odamni yaxshi ko'ra qolsangiz-chu, kallangiz u yaxshi qiz bola, yaxshi odam deysiz, bu tumanmi uningga hukm ixtiyoringizni cheklaydi. Shu nurg'a odamlar yaxshi ko'rishib to'y qildi, to'y qilgandan keyin qarasa bir-birisi o'zgargandek his qildi. U o'zgarmaydi. Balki ayni vaqtda ularning bir-birisiga bo'lgan hukmi amaliyotda bir-birisini aniq ko'rishga to'sqinlik qilgan. Bag'az o'tish jarayoni-chu desa, uning asli holatini bayqashga boshlaydi. Ular buni o'zgardi deydi. Ular o'zgarmagan. Asli kishilar xato ko'rib olgan. Xolos. Shunga men uchun qandayligini xato to'g'ri deganni amal va men unda ishlatmayman. Men faqat o'z dunyorimni bilaman, o'z dunyorimni tushunaman. Kishilarni rohat his qilishini, kishilarning huzurlanishini, kishilarning men tuygan sezimlarni his qilishgan deyman xolos. His qilamizmi? O mening ishim emas. Rahmat. Unda bo'lsa, men tugunabdi keyingisi bakanda buning savolniki. Sizning esingizdan chiqmaydigan bir qiziqarli ishlar bo'lib qolganmi? Masalan, leksiya so'zlayotgan vaqtda, ham o'sha sahnadagi vaqtlarda. Men shu uyda har kun ertagan qo'yqanda mening eng beshim qadag'an ish paypiqimni izlashim. Paypiqni topolmaylam yurayman. Ba'zilar borda paypiqni maxsus kiriblam oyog'ining ichiga tiqib ko'ngan. Ammo men shu qalayimqon tashlab kunibdiman. Shunda kunlarning bir kuni men paypiqimning birisini topolmadim. Yan birisi bor. Hamda birisi yo'q, birisini kiyishga bo'lmay, yangi paypoqni kiyib mangdim. Shunlarni leksiya so'zlab, qor deganda qarsam, mush ishtinimning ostida bitta paypoq marawat edi. Asli paypoq sağgan ishtinim ichida qeptiga bu. Men kiyiblar, menda men dema so'zlayverib tushib u. Qarsam bir paypoq marawat qildi. Şu qiziqarli ish, mening hayotim bek qiziqarli ishlar joq. Mana bu birisi. Yana birisini deb beraman, yana birisini bir anglaylik. Yana birisi men dars bir qatam shu necha yil ingliz tilida dars o'tgan. Zukamlab qolgan bir ishlar bor bilsa. Zukamlab qolgandan keyin buning putib qoldi-ku. Qolsa doim. Shu bir vaqtlarda tekstni yodlatib, tekst o'qib qilsamlam, o'sha ikkita manqa shart qoldi-ku. Desam. Balli var ya 50-60. Voy deb aytman deb qaptiman, mayoq qilmangdi bu. Sharpit kitob bilan to'sdim bu yani, mangdim. Da mangdim atmanda. Qarsam ishikning yenida ishik qizg'ol ko'rib qapti buni. Men uni ko'rgandan hammin tozalab, chiroyli qilib chiydim. Haliq ishiklar yana qarish bilan ma'vatmanda. Kelayotdi. Chunki sinfda ishkilam qizg'ol ko'ra qoldi. Oxir devetdim men uni. O'quvchilarim devassam unim kulib telq ketdi. Aşksim kulib ketdi, ozodlab ketdi. Hamiyatda kishilik turmushda biz numus qiladigan nurg'un narsalar bek normal ishlar, qiziqarli ishlardan numus qilib yuramiz. Hamiyat u maqsad qilish bir normal ish. Ammo shu meningning bir xil qoldiq suyuqligiga bir alayda narsa emas. Ammo biz bu narsadan ajoyib bir xil numus qilamiz. Amaliyotda shu qish kunlarimi ko'chalarda telib yiqilib ketsimi, nihoyatda numus qiladigan bir ishlar borda. Bu qizlarda voy yuzim aplar deb degandan işte o'zini quydigan yer topolmay. Bu bir savanlik. Savanlik deymiz buni. Shundami ya? Bu narsadan numus qiladigan ishlar emas. Hatto nurg'a ayollar yo'ldishin tayyorligini deyishdimi numus qildi. Ko'z aynakdan to'tni taqib olib chiqdi. Numus qiladigan ish emas, o'zi yankash ushurg'icha u yerda. Shundami ya? Uni numus qiladigan narsa emas. Odam agar chuqur numus qilishim kerakdi deb izdasa, faqat va faqat bilimsizligidan numus qilish bo'ldi. Undan boshqa numus qiladigan ish yo'q dunyoda. Ondan sonra keyingisiga o'ta ketaman. Sizning kichik vaqtlaringizdagi orzuyingiz nima edi? Masalan, shu o'quvchi vaqtlaringizdagi orzuyingiz cho'ng bo'lsa, men ya doktor bo'laman
ya olim bo'ldim, ya shunda psixik yetakchisi bo'ldim degandek shu vaqtdagi orzuyingiz. Bir lüçük vakençi bir lüçük. Lüçük bu sen koy maşı ayırpaydıgan. Daim uçudiken bu. Uçup özünün jutudun ötkende yardımcı lüçük deydiken. O paskara aşbızdan jut. O jutun otursta bir mektepnin futbol meydanı var. Ben daim küçük vaktimde balalarla top oynap viş uçsa ayrıplandım. Ben ayrıplan qarab ben çoğum çoğum lüçük bulu ben deydim. Bana hazır ben lüçük oldum. Ben muşadın ütüme. Emdi men nemin arzu kılmam bilemse. Ben her gittim muşadın ötkende. Aş ballıqımdek aş ballı bilen bir topuğum bilinip top oynaşın arzu kılmam deyken çao. Şu nurgan vaqtlarda nurga adam nurga arzu qildi qara. Nemiş arzu qildi? Çünkü aş arzulaga yetsem hoş bulman deydi. Ama hoşa bolanmaydı. Anda onu ballıqını əslaydı. Nurga adam abroyluq, çolpan, minşeng, pulum bosken deydi. Ama bu narsalar ihtiyaç buluşu mümkün. Aş narsalarda xuşallık bar dep çoңqur işinse sen, rastaq qaraysa, мәңгі aş narsalar üçün intilise. Bu mu boludu? Ama sen o narsalarga yetken vaqtda sen izlayotgan eliq tuyg'uni uyat yo'qligini bilsa. Men mu balliq davrim dashında hammadam cho'ng biladigan, hammadam hurmatlaydigan bir mashhur odam bo'lishni orzu qildim. Damlat bo'ldi hozir, ha. Hisodim yetarlik ba, kishilarni tunuydi. Oilam yaxshi mening, ha. Mallarım sağlam çoğuladı, ata-anam hayat. Hem bundaş bayqanda nurgun adamlar arzu qıldıgan nurgun narsalar mende bar. Hem de sen soraysan muş narsalar sizde bir xil xuşallık duygusu taqlamdı da. Men de xuşallık duygusu taqılmaydı. Men faqat razımanlik duygusu taqıldı amma men bu narsanın haqiqiy xuşallık tepaqamdım. Hem de men nimini oylayman xuddi mayliqa lüçükdek. Oy ballıqımdaki ballı bilen layılığa, tupulığım ilinip raqabet bo'lmagan, bir-birimizning ostun üstün emas u ballı bilen. Hammamiz o'xshash. Hammamizning chuqaylar yashki qo'y 5 mo'chellik. Bir-birimizga hech qanday bir manfaat do'qinishimi yo'q. Bizni faqat birga kelib nemish qilsa xushal bo'ladigan bijadil bo'lsak. Ana ash sezimni men seg'inaman. Hamma o sezimni ancha-muncha keltira olaman. Shunga balliq darimdagi nurg'un orzularim amaliyotda bekmi muhim emasligini hozir his qildim. Ammo buni mendek bo'lgandan keyin his qilsa. Shunga yosh bolalar yanıla ularda aşındaq arzuunun boğun albatta yaxshi. O chuqur bir nuqta berib andı yenish kerak. Unga barmayla desa o ajizlikdan direkt berdi. Matematikani o'rganmagan bolalar matematik o'rgandan ne paysa deb qo'ydi-chu. A degini men o'rganmayapman, men bilmayapman deganni matematik o'rganning ne foydasi deyishdan orqali yo'shirib atılgan gapda. Sizning misolingizdan bir leksiyada bir so'zlagan bir misolingiz esimga qoldi-chu. Biz odatda mushu yerda bir narsani o'ylab qolsak, xayol qilib qolsak, osmon qarab xayol qilib ekanmiz-chu. Osmon qarab. Lekin biz aeroplan chiqqan vaqtda biz yerga qarab xayol qilib ekanmiz-chu buni. Aeroplan chiqib olib osmon qarab xayol qilmay ekanmiz-chu. Demak, bizda ba'zan bir narsalar bor amaliyotda. Biz faqat uni his qilmaydi ekanmiz-chu. Atrofimizdagilarni his qilmaydi ekanmiz. Uni biz yiroqlashgan vaqtda anandaki o narsani his qildik. Sen mushtabni bilib bilmay ajoyib katta gapdan bizni qilding. Ras? Biz amaliyotda nurg'un narsalar bor his qilmay. Amaliyotda baxt tuyg'usi degan izlaydigan narsa emas-chu. O senda rost bor narsa. Hamma narsanda bor-chu. Ammo bu narsani sen his qilmaysan. Chunki buni his qilmaslikning sababi oshini his qilishingga to'sadigan bir narsa bor. Biz bunu şavo deymiz, şu ego deymiz. Misal sen muhabbeting bor, uni bilan bir kuni yo'q qilding. Yosh bo'lgandikan, uni bilan suyashmoqchi bo'lding. Ammo muhabbeting maska taqib oldi. Maska var uni. Sen bunu söylesen huzuruna alamsan. Doğru mu ya? His duygusu geldi yok ba o. Aş kızdım, aş bir xil tatlıqlıq ba. Ama senin onunla erişemgin onun tatlıqlığının yoqlığı emas. Tatlıqlığını sana his qıldırmayğa maskadan birisi var. Senin qıldığının şunu kalpik almaştırış emas. Doğru mu ya? Nurga adam şoğu, Ruslan Jurpaqıdı anında iken bu bo'lmayken, o ming adam bilan o adam almaştırdı, kalpik almaştırdı çoğu. O bir his duygunu izlayatdı o. Bu yerda kalpik almaştırmaysa, maskani elib bitse, o özlükidan. Şu har qandaq bir qizda dunyodagi har qandaq bir ayolda bo'ladigan barliq go'zal tamlar bo'ladi. Ammo o tamlarni his qilishing to'sal qiladigan bir narsa bor. Biz şavo deymiz, ego deymiz. Ammo şu tuzağın elib etsen sen degan bayatni his duygular özlükidan keldi. Bir psixologning qildig'ini shuchu. Unda qolsak, bu programmaniki astoydil javob beradigan 8 savol bu. Bu tugidi. Endi aksicha javob beradigan savollar bor-chu. Dal shu rostning qarshi tarafini deydigan ish bor-chu mana. Birinchisi,
Siz pul uchun leksiya so'zlaysiz shundaqmi? Ba'zida. Ba'zida. Demak, o'ttirda, ba'zida anda, ba'zida manda shundaqmi? Ikkinchisi, odatda kechilik klublarga berib ko'ngil ichishni yaxshi ko'ramsiz. Men bek manlik deb qarayman. Ikkinchisi, siz hozir moda bo'layotgan Weixin Douyin qatorliq detallarni o'ynamsiz. Ba'zida. Bu ba'zida. Ya yo'q, ya emas. Chunki do'yin o'ynamayman misol, Weixin o'ynayman, boshqalarni o'ynamayman. Undan nima deyman? Shu ba'zida o'ttirlam qoladi. Oxirgisi diyorimizdagi siz bilan bir soatdagi psixik yetakchilarini yaxshi ko'ramsiz. Ma'lum darajada hurmat qilmayman. Ma'lum darajada hurmat qilmayman. To'rt savol tugadi. Hamda bu hamsi aksicha berilgan javoblar-ku. Ekran dedik. Aksini o'rib tushunib oladi-da. Aksini o'rib ham tushunib olasiz bo'ladi. Maslan deb tushuntirib qo'y. Ba'zanlar hamda kesib bilan mishani chiqarib qo'ysa, Apo'nchalarga bu yaxshi ko'rmaydi ekan, ammo nima deyapti mavzuda qo'yibdi-da hozir. Hamda ish qilsa yo'q-ku, bu hamda normal programma. Buni to'liq ko'rmoqchi bo'lib qolsangiz, shu boshdan oxiri astoydil ko'rsangiz bo'ladi demoqchi bundan ham. Undan boshqa aka hamsa men 4 savollar tugadi ham, 8 savollar tugadi ham. Men shu sizning har qayta shu yangi leksiya videolar chiqsa, birinchi javob ko'radigan maslahatingiz desam bo'ladi-ku, men o'zimning. Chunki menga ta'sir qilganlar bor. Bo'lmasa men hamda bir narsa yangi chiqsalam ko'rib vaqt isrofchiligi deb bilaman-ku. Lekin men ta'sir qilgan yeringiz bo'lganligi uchun har qanday yangi video chiqsa, men shu qiziqib turib ko'raman. Hozir shu yaqinda Ali Qurbon Tor darsxonasi deb bir darsxona ochilibdi. Bu nayt qolaylik ekan-ku. Ishga kirib, qolgan darslarning shu ismi bor ekan, ismini chekib ko'rsa bo'ladi ekan. Lekin pullik ekanda, olgan bilimimizga u pul hech qancha pul emas deb qarayman men endi. Shuning uchun men osh darslarning orasidan faqat birsini ko'rdiganga pulab araydi. Shuni ko'ra oldim endi. Endi Ali ma'lumlar ham tunish oldi. Haqsiz ko'rdigan bir yerlarni deb ko'rsatdi. Ülek Çaşkan ve Abtab deb bir ders var ki. Bu Ülek Çaşkan nimenin simvolu ekan desanglar, abay deb o'tdi alaykum shu ishchimizdagi ba'zan bir deyishga petinolmaydigan, nomus qiladigan, o'zimizning xato qilmishlari shuning simvolu ekan Ülek Çaşkanchu. Xato qilmishlar emas, xato qilmish deb o'ylagan normal qilmishlari. Biz ashta o'ylab olgan amaliyotdagi normal qilmishlari. Manda ekanda. Lekin buningda Ali Qurbon ma'lum manda bir gapni qilgan. Lekin men mush gapingizga qarshi. Ma dünyada baxtlik adam mevcut emas dedi. Şu saatlik dersde. Baxtlik adam qat'iy mevcut olmaydı. Fakat bir qaytam ya ikki qaytam o'zini baxtlik his qiladigan tuyg'u mevcut bo'ladi dedi-ku. O'ylab baqsam bu ba'zida biz o'ylaymiz atrofimizga qaraydigan bo'lsakmi. Masalan, ba'zan kishilar o'ylaydi, mening ota-onam menimda, men baxtlik deydigan kishilar bo'ladi. Masalan, mening uyim bor, mening mashinam bor. Yoki mening mabdim bor, yenimda men yaxshi ko'radigan qiz bola bor. Men baxtlik deb o'ylaydigan odamlar bo'ladi-da. Endi lekin bu Ali Qurbon ma'lum degan bu baxt, qanday baxt bular haqiqiy baxt hisoblanmamdi endi. Mushkapning o'zidami chiqib turadi, baxtlik deganning o'zi baxtga liq degan gapchi bu. Masalan, aqlliq deymiz. Demak, shu aqlliq demakchi. Ammo baxtlik deganda baxtga liq degan ma'noda bir narsa borchu. U mumkin bo'lmagan ish. Hech kim baxtga liq bo'lmaydi. Endi olimning ota-onam bor, u bor degani amaliyot bu baxt tuyg'usi emas. O'ldiki faqat bexatarlik tuyg'usi. Masalan, pulingiz jiq bo'lsa, bexatarlik tuyg'ungiz oshadi xolos. Yana o'zingiz yaxshi ko'radigan odam bo'lsa, bexatarlik tuyg'ungiz yaxshi bo'ladi. Ota-onangiz bo'lsa-mu, bexatarlik tuyg'ungiz yaxshi bo'ladi. Ammo bularning hech qaysi amaliyot baxt tuyg'usi emas. Chunki Guangshining Nanning deydigan bir shahrida men sayohat qilaman-chu. Men bir dehqonning uyiga kirib, buni bir sortliq olmasi yeb qoldim. Men shu olmani yeb boshdan ta'min etadigan vaqtda, onda men shu vaqtlar asl olma yeb boqmaganligimni his qilganchu. Chunki o olmaning haqiqiy olma degan narsani siz yeb boqqandan keyin, ondan siz burun amaliyot olmaymiganingizni, uni siz faqat olma deb o'ylaganingizni his qilasiz. Shu nurg'un odamlar haqiqiy baxt tuyg'usini his qilmag'achqa, o'zida bo'layotgan bir xil bexatarlik tuyg'usini yoki petlik, xushallik tuyg'usini yoki o'zi o'ylagan narsaga erishgan vaqtdagi bir xil hayojonni baxt tuyg'usi deb bordi. Amaliyotda u baxt emas. Ularning hech qaysi baxt tuyg'usi emas. Haqiqiy baxt tuyg'usi qanday narsa deganda, haqiqiy baxt tuyg'usi deganimiz men bayatın elib aytgandek, sizni kishiltib turadigan, sizning kayfiyatlaringizni to'sqinlik qiladigan, sizni iskanjaga olib oladigan ego yoki shahvo, kichik menning to'solg'usidan bo'sab ketgandan keyin, shu shahvoning iskanjasidan qutula olgandan keyin, sizning vujudingizda shakllangan bir xil radioaktivlik, bir xil energiyalik, bir xil tuyg'u, u ajoyib bir xil kuch. Odam hayotida undaq tuyg'udan birini his qilsa, uning vujudi xuddi uningga necha ming vattlik to'qashib o'tgandek bir xil holat ketadi.
Ondan bu kişilerge tabiiyli kulib qaraydi. Her qandaq odamni kechirib yetadi. Uning hatto manga yalarmi xuddi bir ish qo'lida chiroq ko'tarib olgandek yurib mangadi. Siz unday odamning endi o'tdasingizmi rohat his qildigan bo'lib ketasiz. Demak, shu vaqtda siz Abay Almaning misolini olgandek, uningdan burunqi o'z baxt deb o'ylab olgan ishlarninki haqiqiy baxt emasligini his qildi. Shu vaqt andin o asli baxtimiz degan mandaken deydi. Shu vaqtda dal-daraxtlar qarab huzurlanib boqsiz bakadan bakaga. Chunki siz o'zingizning mushu hayotdagi, yashashdagi haqiqiy ma'nosini tushunasiz. Mushu tushunchaning orqasidan, tushuncha borda, andin bu hissiyat keldi. Bu tuyg'ugan siz tabiiyla odamlarga muhabbatga ketsiz, histoshlik qilasiz. Histoshlik degan gap his tuyg'ularni o'rtaqlasha olaysiz degan gap. Yoki bo'lmasiz yo'lda bir ketib qolsa, u bir narsaga putlashib yiqilib tushgan bo'lsa, sizning putingiz og'riydi degan gap. Boshqa yiqilib tushsa, mana biz buni eng yuqori darajalik odam deymiz. Bizning o'rganishimiz, bizning bilimimiz, bizning qilayotgan ishimizning hammasi insonning osh nuqtaga yetish. Bir adam yiqilsa, u putim deb sizning putingiz og'riydigan bo'lganda, mana bu yuqori palla deymiz. Hozir odamlar minnatdorlik, muhabbat degan bek tilga oladi. Ammo uningda bo'lmasa undan narsa. O'zingiz yo'q narsani qanday bersiz? Biz da'vatgan baxtimiz anda tuyuq. Bizga qoyil bo'ldik naq maydonda hozir. Lekin ekranda bu film qo'yilgandan keyin nurg'a odamlar deyish mumkin. Ya'ni gaqilg'alichi qizda bunaqa. Qara, qo'roqli gapdan bir daqiqa qanday qilamiz biz? Birisi yiqilib ketsa, voy putam desak, endi baxtli bo'lamdiq deb o'ylaydiganlar bo'lishi mumkin. Mana mushadan chiqadan xatolashib ketgan. U degan natija. Tushundingizmi? Siz ashunaq baxtligingiz bo'lgandan keyin tabiiy shakllangan natija. Hargizmi voy putim degan o'rganganga. Shundoq, masalan, siz zukam bo'lsangiz, manqiz oqidi, temperaturangiz qiziydi, ko'zlaringiz yosh oqidi. U zukam bo'lgandan keyingi alomat. Bu yoq, mushunda manqimiz oqsa zukam bo'ldi ekanmiz deb ko'zimizga yosh qilib, o'zimizni o'zimizni bunday qilib olsak, zukam bo'lib qolmaymiz, shundaymi yo? Mana mushar ezib ketgan odamlar-chi. Natija ne? Ya'ni baxt tuyg'usi bo'lgandan keyingi bulg'ashini, mushunda qilsak, biz baxt tuyg'usi bo'ldi ekanmiz deb bakashlar bir chiqilsa, uni og'risini voy putim deyib olib, biz saqti bir u men da'vatgan baxtimiz his qilgandan keyingi shakllangan alomat. Alomatni to'g'rab zukam bo'g'ilolmaydi, alomat to'g'rab u tuyg'u kagilolmaydi. Men tushunib olish kerak odamlar. Mushuni o'rgatmayapman. Chunki hissiyat o'rgatib olmaydi. Masalan, men sizga bital olmani ko'rsatib olib, 10 yil tushuntirib, ta'min tushundirmayman. Uningda og'zingni ochar deyman, yaltib qo'ysam, bo'ldi, men tushundirmasammi bo'ladi. Ammo uni siz yalatmayman, olma deganning ta'mi qayla, bunun tarkibi qismida mandaq ming u narsalar insonlarning tuyg'u shakllantirmaydi. Shunga bilim degan nimasi, bilim birimini bilib olish emas. U nimasi his tuyg'u. Shu bilimni biz ko'plik bilan o'lchamaymiz, cho'nqurlik bilan o'lchaymiz. Ba'zi odamlar uchun qat'iy qimmat yo'q uning. Sen maymunga bir kesak oltin tutqizib qo'ysang, shangjoq tan qilmaydi uni. Shunami ya? Shu ba'zi odamlar uchun meni berayotgan oltinimni ular shangjoqim tan qilmaydi. Buningdan 1 kilo go'sht yesak yaxshi emasmi? Debda tishlarini chiqarib yuradigan odamlar bor. Ular go'sht yeyib bo'ladi 88 kun. Ama biz uchun go'sht biz to'ydik, go'shtni hech nima chiqmadi. Shu yeydi ekanmiz, yana chiqirdi ekanmiz, yeydi ekanmiz, chiqirdi ekanmiz. Ular go'sht yeyib bo'ladi 88 kunga. Ya, deydiganlar dasanglis bo'ldi. Shu tanlash qo'y. Tushunishib qoldi ya. Rahmat. Bu darsda endi yana bir menga ta'sir qilgan bir gap bor-ku. Psixik doktorlari gap qilsa qaytmaydi, anglab saqaytidi deb bir gap bor ekan-ku buningda. Aniq dedingiz shu gapni, ha? To'g'ri. Hamda bu yerda abayqa o'lak chashqanning simovli bizning ishimizdagi ba'zan bir deyilmagan gap so'z, o'zimiz xato deb o'ylayotgan amaliyotdagi xato emas ish-ku. Ashni biz davatsaklam rohatlikka chiqadi ekanmiz-da buningda. Hamda shu darsda asosiy mazmun shu bo'ldi. Turmushda nurg'unlagan ishlarga uchraymiz masalan. Uchirgan vaqtda o'zimiz ashta nomus his qildigan yo o'zimiz xato deb o'ylab olgan ishlarni yiqillarimizga birasiga deblevasak, o'zimiz rohat bo'la olamdik. Hamma ishlar talto'kis hal bo'ladi. Men sizga rahmat aytishim kerak. Chunki siz bayatdan anglag'uchning sifatida nurg'un narsani eshitmadingiz-ku. Chunki ba'zi narsalarni so'zlik nuqtasini so'zlayman. Siz degan anglag'uchi, siz o'quvchim nuqta so'zlaysiz. Yaxshi eshitmadingiz. Sizning gaplaringizni anglab ba'zilarning tez tushunalaydi. Hamda odamning siri jiq bo'lgan sirfkam o'zini yolg'iz his qildi-ku. Nurg'un odamlar o'zining o'y xiyollarini, o'zining ko'rgan kunlarini, o'zining beshda o'tganlarini mangilimi shundoq yuz berdi. Boshqa odamlar unda emas. Deydigan bir duning
Kruger effekti degan narsa var-ku. Mush xil psixikalik effektning ta'sirida o'zini bir xil hech kim o'xshamaygan bir bichar o'ylab oldi-ku. Amaliyotda bir odamning beshiga keldigini, uni o'ylagani bilan yombisan o'xshash bo'ldi. Sen onu degan vaqtingda qarshi taraf behosh bo'lib ketadi. Chunki u shuni deyamayotdi. Sen uni deganda u xuddi bir turib qo'ygan uzun bo'lgan adamni topgandek his ketadi. Eng muhimi odamlar o'zining qalbini kishilarga tushundirmoqchi bo'ladi. Qancha uning qalbini tushungan sari o'zini yolg'iz emasdek his qiladi. Bunun bir xil issiqlik muhabbet shakllandi. As muhabbetmi shundan emas? Qizlar qanday odamni yoshga qoldi? Qizlar uning qalbini tushundigan yoki kallasida mush mening qalbimni tushundi deb o'ylagan odamlarni yaxshi ko'ra qoldi. Ammo bir odamning qalbini tushunish tez. Chunki odamlarimiz o'zining qalbini tushunishdan aldirashib ketib, boshqaning qalbini tushunishga vaqti yo'q. Shu muhabbet demak anglamoq demak, so'zlamak emas. Bir psixolog kelib aytganda dal oshna yana kelgan odamning hech kim deyamayotgan, hatto üzgimi deyamayotgan bir gapi bor. Biz oshini bizga deyalaydigan bir holatga akkilimiz, biz anglaymiz. Haqiqiy anglaymiz. His tuyg'ularimiz bilan. Ondan aning his tuyg'usini men his qila olsam, men bir psixolog, men uning gap qilmasam saqib chiqdi. Shunga men odamlar psixolog bir xil yo'l ko'rsatgich qilyapti. O'ng, so'l, qora, mandaq, unda emas. Bir odamga isingda bo'lsin, ani qil, mani qil deb yo'l ko'rsatish deganning mas'uliyati ko'ylon teg'dimmi egiz hisoblanadi. Hargiz oldirab bir odamga ani qil, mani qil deb maslahat berish bek mas'uliyat cho'ng ish. Lekin turmushimizda shunday ishlar bekchiq. Chiq bo'lganlik, to'g'ri bo'lganlikdan darak vermaydi. Xata narsa hammadan qilsimi, o yanlış xata. Çünkü biz bazı adamlar benim dese bu normal deb qo'yma. U bu mening gapimni to'g'ri deb tarjima qildi. Men to'g'ri demedim, normal dedim. Masalan, qalayimqan axlat tashlaydi. Ha bu normal deymiz. Bu normal degan gapning o'zi to'g'ri emas. Hech qadam qiladi, bu xata deganlik. Yani şu bazı adamlar normal bilan to'g'rini ayirib bermaydi. Unda bo'lsa, men so'raydigan bir aqir savollar tugab qoldi-ku. Programmamizdagi yana bir bosqich bor. O'yin o'ynaydigan bosqich. Hamda men o'yinning tartibini ham deb berma, shu bo'yicha o'ynaymiz. O'xshash o'ynaymiz. 5'te 5 o'ynaymiz. Kim yengilib qolsa, shu bir ish qilib berdimdi-ku. Yengilib qolsa sen naqshet bersa, bir nima qilsa deb. O'yinning tartibi mundaq. Men sizga bir tanishig'ish beraman. Bu tanishig'ishni quloq taqaysiz. Men 3 bo'g'imliq so'zni eg'zimda deyman degan so'zimni sizlar anglay olasizlar. Siz anglay olmaysiz, lekin eg'zimning shakliga qarab nima deyotganligimni topsiz. Nima deb o'ylagan bo'lsangiz shuni deb bersangizlar bo'ladi. Unda bo'lsam shunday. Birinchisi mukofot. Muhabbat. Yo'q. Mukofot. Mukofot. Televizor. Televizor. Telefon. Yo'q. Televizor. Televizor. O'rindiq. Üç boğumluk degan qo'y. O'rindiq. O ikki boğumluk. Üç boğumma. Qaytigina. O'rindiq. Xotin. Oltin. Yo'q. Üç boğum. O'rindiq. Bu ikki boğumluk. Ha bu tapamını de. O'rindiq. Tapamidi ya, birini tapamidi ya. Ikkida biri hozir ha. Unda bo'lsa Bilamedim. keyingisi ha. Kreslo. Bir boğum bulab qoldi. Kreslo. 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 Moşu. Ayıtra. Kreslo dedim. İşki tapamidi ya. Taşpaqa. Taşbaqa. Tegidi. Keyin aşkını. Turib qoldim. Kreslo bo'lgan ekan. Normal sharoitda kreslo deb ishlaydigan xat bizni sapal deymiz. Yo'q da biz kaslanchok. Kaslanchok. Nazar su. Kaslanchuk. Kaslanchuk mu? Paraset. Magazin. Paraset. Manataş. Ya qayta.
Faraset. Nazak maz ama Maza Mata Maqtanchoq. AB kısmı Maqtanchoq. Mataşa Az qoldi. Urumchi. Urumchi. Üçü Urumchi. Üçümüz Ü Çi Ha. Örümçi Ha. Örümçi Ronaldo. Ronaldo. Ölen Türk Anasına hata mı? Kayda Ro. No Ro. O Ro. Yo Ro. Ko Ro. Ko Ro. Ko Ro. Ko Ro. Ko Ro. Yo Hey. Ro. No Lo Ronaldo. Mani mo mawaza Ronaldo. Oha Ali imam qanday jazolaymiz naq maydonni o'zi degan abay. Ma programınınki mında qilaylik. Asosliq hamda bosh personaj Ali Ma'lum bo'lgan ekan. Mana shu Ali Ma'lumni ma leksiya so'zlash, iliq jihatiki ma chiroy ifode, ma gapirish usulini bir to'g'ri paqaychi. Ha? Mesela deydi Ali Ma'lum, ha? Men tirishqanligim uchun men Ali Ma'lum bo'la oldim men. Endi bu yerda amikildiki munda qilib, mamikildiki munda qilib, tayin yo'q gapni qilib. Nima deymiz endi buni? Nima deymiz? Ha? Bir narsani o'rganish uchun men litseyimni anglagan bo'lsam bilasizlar? Bir narsani o'rganish uchun qayta qilib o'rganamiz bilan. Bo'ldi. Bak o'qishda doğrayamıda bakın. Bugün bak ko'ngillik o'tadiq, lekin programmamizda eng oxirgi bosqichlarga kelib qoldik. Oxirgi bosqich nima desak, naq maydon kelgan mush tomoshabinlarimiz Abaytiyaqa o'zining his qilganlari to'g'risida va boshqa o'ziningki so'rmoqchi bo'lgan savollar bo'lib qolsa, bir so'rasa javob berishingizni umid qilamiz. Uningdan boshqa yana bizningki bu shu qo'shiqchi, ko'p vakilimiz shu uchurlarni saqlayotdi-da, tordashlarniki. Ali imamni so'raydigan tordashlar degan. Mushu savollarga bir oxirida astoydil javob berishingizni umid qilamiz. Marhamat. Bugungi riyosatchilarning kimni Miras kiyim-kechak madaniyati cheklik shirkati alohida qo'llagan. Yillar iznasi davr erkisi Miras kiyimchiligi. Siz hozirgi bir qism yoshlarning muhabbatlashishni o'yin o'rnida ko'rib, qisqa muhabbatlashib, tashlashadigan ishlarga qanday qaraysiz deydi. Nurg'un vaqtlarda bir o'g'il bir qiz o'tirishki muhabbatni shakllantiradigan sabablar har xil bo'ldi. Shu nurg'un vaqtlarda muhabbatni keltirib chiqaradigan har xil sabablar bor. Shu ikkisining muhabbatlashishning o'ziga hukm qilmaymiz. Balki bu ikkisining muhabbatlashishning sababi nima? Deydigan emas, sabab izlaydigan masala kelib chiqadi. Ba'zilar bexatarlik tuyg'usining to'yin bo'lib ketganlikdan u amaliyat haqiqiy yaxshi ko'rgan odamni topmaydi, balki uningga bexatarlik tuyg'usi izlayotganda uning bir uchrab qolishi mumkin. Balkim ba'zi qiz balkim muhabbat izlamay dad izlayotgan bo'lishi mumkin-da. Demak, ananing dadisining o'rniga qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Ba'zilar o'tirsida balkim qarshilab jiqroq pul xajlab berganlik uchun pul tufayli muhabbat qilayotgan bo'lishi mumkin. Shunga biz hamda qisqa muddat muhabbat qisqa muddat orlik ketish bu sabab bu xato emas bu. Tushuningizmi? Muhabbatning cho'qim majburiyatdan, mas'uliyatdan ayrim qarash kerak. Agar mas'uliyat tufayli muhabbat davomlashsa, bu muhabbat ishkili odam uchun to'lim bir azobli, beoramchilikni keltirib chiqardi. Shu nurg'un ayollar majburiyat tufayli, mas'uliyat tufayli bir yerda turdi. Bu dal ulardagi muhabbatning qurib ketganligini ko'rsatdi. Muhabbat degan muhabbat degan haqiqiy bir xil hech qanday odam majburlanmagan vaqtdimi, siz uni yeni tug'anda dünyada har qandaq bir odamning yeni tug'an qaraganda o'zingizni eng erkin his qila olganda bu muhabbat bo'ldi. Uning endi siz buningizni ko'chlay olasiz. Uning endi siz eng nachar taraflaringizni chiqara olasiz. Buni biz muhabbat deb qaraymiz. Ammo uning vaqti muhim emas. Masalan, mening bir muhabbatim bor. Ashna qaysi vaqt esim keldi desa, shu qulliq javomaji bor.
Camacı. Yep şu camacı eşip kalgan. Şu camacı neymiş beşim etip keçip ketken vaqtda men qo'l qattiq achchig'im kelganda bu dahshat jamajim keydirib qo'ygan beşim. Shunga qandaq kechirmish sizning esingiz qoldi desa, ashuna rost vaqtda esingizda qoldi ekanda. Qolgan vaqtlari u yak bu yak berib yurgan vaqtingiz hech qaysi qolmaydi. Shu nurg'ullarning muhabbatining hatto to'y qilib ar-ayollik munosabatning vayron bo'lishining hammasining sababi hamda xato sabab bilan turmush qurgan, xato sabab bilan muhabbatlashgan, ularning sababi to'lim ojiz bo'lg'achqa bu ojiz sabab üstüdük öyüne, kuruluşuna götüremmeyen. Böyle qilma bu qalpiq almashtirish nazariyasi shukanki hozir. Unda bo'lsa keyin sol. Ma tur dunyosidagi odamlarni qarisi qilib tillaydiganmish o konub peshvasi jampancha deb qo'yamdiq. Misol odamlarga qanday inqaz qaytarishimiz kerak deydi. O'tgan bir bankka chiqsam ukam, ro'yxatni ojiz deb o'yladim endi. Bir tamı qarab bir ayol birsini tillayotdi, to'xtamay. Hem de tam qarag'ini bilmasangiz cho'qim birsini tillatdi deb qaraysiz. Ammo qarasangiz tam, hech kim yo'q. Ammo rost birsini ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Chunki odam nervlarida ba'zida hallucination deymiz, xuanshan paydo bo'ldi-ku. Masalan, Jinshin Fanliya deymiz, Roy Parsons kesildi, ko'zingiz bir nima ko'rindi, anglandi. Amaliyotda ko'zingiz ko'ringan, anglangan narsalar nima desa, Jinshin Fanliya degichi, u asli sizning badaningizdagi yana bir tarafingizchi, u reallikda yashaganlik uchun xuanshan bo'lib ko'rindi. Shunga men bu ayolni ko'rdim, ko'rib, andan keyin o'birni kirib, yuzlarimni yig'ach. Yelimmi ashunda o'zim so'zlaydigan bo'lib qolmabdiman deb, o'birni hech kim bo'lmasin, o'zim so'zladim deb. Hani temademde anda üzük sözleydiğim bir xil alet buldu-ku. Hem de bular çoğu desa dal üzük sözlesi bir yaram boğaçqa başqalar arqılıq üzük sözleydi. Bu başqalarni tillatqanda ko'ringan bilan emniyatda başqalar arqılıq o'zini tillaydi. Bu bir xil Jinshin Fanliya, Roy Parsons elchib qilish kesilning kompyuter oldidagi ifodalardan Ular bilan qarimiz bo'lmay, ular o'zini tillayotdi deb bilsak. Ular bilan qaringiz bo'lmaydi emas, ularga istashlik qilishingiz kerak. Shu men bayatın dedim, tushunish sizni ozod qiladi dedim. Siz bag'ansiz tushunganda siz ochiqlarga yerlarga istashlik qiladigan bo'lasiz. Mesela ular bizni tillasa, sizlar voy ufkam yaxshimi deb biz ularni gap qaytirib shularga istashlik qilishimiz kerakmi? Bu vaqtlarchilik istashlik qilish ifodalanish emas. Tushundingizmi? Istashlik qilish degan tushunish deganlik. Bo'ldi, unga siz javob qaytirishingizdan hech qanday faqat ishingizni ashun tushunsangiz istashlik shu, uni ifodalashning hojati yo'q. Minnatdorlikmi shu? Rahmat aytishning hojati yo'q. Siz his qilib qalbingizni bo'lsangizlar, uning ta'sir qilaveradi. Biz istashlik qilsak bo'ldi. Ha, ko'nglingiz istashlik qilsangiz, u inkaslardan xoli bo'lsiz degan. Rahmat. Eng oxirgi bir savol. Ali Malim, sizning bo'y egizligingiz, eg'irligingiz qancha va qanday qilib mushunday o'lchamlik badan qiyofatingizni saqlab keldingiz deydi. Buni onamdan so'rasa yaxshimi? Chunki menda tug'ilib kelman. Bizning butkul oilamizda birimiz semiz odam yo'q. Men alayda bir diqqat qilmayman. Hamda rostga qilsam malaqa o'g'an bo'lgan ekan, sal basik bo'lishni orzu qildi ekanmiz. Men bir mezgil 2 yildek mashq qildim, cheniqdim. Cheniqish jarayonida men nurg'un narsani o'rgandim. Odam kuchga to'laman deydi ekan, avval kuchni berish kerak ekan-ku. Biz ash to'muylik kuchni berib, holimiz qolmasa, erta kuchlar to'liqlandi ekan. Bu dunyoning bir qonuni ekan. Biz nimkan bo'lsa shuni berishimiz kerak ekan. Men shuni o'rgandim. Men dastlabda 59, chanaqani 67 mening eng cho'ng chiqqan rekordim 67. Hozircha ish kuch avlab qoldi. Motor dars bilan sal oldirashlar ketib, Jenshfan boramadimi. Ammo yenib ketdimki, badnimsam qil yomon emas turdi. Chunki 67 bir chiqqandikanlar tizil chiqara olaysiz. Masalan 1 million pul deb baqa odam ziyon tatib ketsa-mu, normal odam qaraganda tizil topa oladi 1 million. Şu har bir qatim o'zingizning rekordini bir buzib etsangiz, ikkinchi qatim uning yetmak nayt o'ng'ay bo'ldi. Şu hozirgi mening eg'irligim 63 keldi. Egizligim 1.71 m. Demak siz chiniqishni siz o'zingizni samad uchun chiniqdingiz shundami? O'zim badanni yo'g'antay deb. Meni tavsiyam unda chiniqib yurmang. Men o'xshash kunda 2 tal kolla. Yapasiz. Bu o'ziga uruq odam tabiiyla iste'moldimi o'zini uruqtirgan narsani yaxshi ko'ra qoldi. Masalan, uruq odamning unni 9'unu sorsanız açık soğamrak bulanığımız. Açık narsa, lazıqamrak. Yediğen narsaların hammasi uruq tutgan narsani yeb oladi. Semiz adam dal aksi. Doimo semirdigan narsani yeb. Qattiq narsa, qili. Shunga semiz adam tegim semirdigan bir yeb oladi. Uruq adam tegim uruq tutgan narsani yeb oladi. Kambag'al pul qajlayverdi. Hech kelmaydi. Kambag'al qiyilmay turolmaydi degandek. Mana shunday narsa bu. Demak aka, shu semizlikni go'zallik deb qarasangiz bo'lamdi. Qanday qaraysiz? Go'zallikka rostga qilsam meni alohida bir o'lchimim yo'q. Hozir ba'zi qizimda V shaklli kelganda
qilsam bo'ladi-ki, hamda hali yomon emas. Meni ko'zimga rostga qilsam, jumaloq yuzli qiz bolalar chayliq ko'rindi. Men shu Yani ba'zi bir atbaş odamlar hamda juzuqlar. O'limi bir chiroyli. V shaklli chiroyli diva qilgan uchunlar. V shaklli emaslar. Siz satda kuni qoldi. Bu əməliyyatın hökümünüzdən kelib çıxan xata göz qaraşçı. Əməliyyat hər qandaq bir qızıl şunda o zan salsanız acayip güzel oldu. Çünkü o qızvaldan dünyada bir sılan barçı. İkinci birisini tapamayız. Ama adam demiş ki bir xil oxşub alaman deb qaraydı. Bəzən çolpanların ekran aldırı köygen vaxtda şunu güzelliknin ölçümü deyip qarab alıdı. Doğru. Ha höküm qılıb aldın da. Şunlar aşdan oxşumasılar. Səttəbdə bir xil xiyalın kək qaldı. Əməliyyat onda emas. Sen höküm qılmay qarsan, həmmə dəmdən bir xil yaman çıraqlıq bilsə. Həm semizlik şunu bu yerdə sət çıraqlıq məsələsi emas. Həm ziyallıq boluşu mümkün. Ha, ziyallıq. Həm də şunun turmuş adətini əks etdirib turibdi. Şunu özgərsi boludu. Ali müəllim, mən müştə pərəz qılsam, siz səyahət qilishini şundan yaxşı görürsüz. Qaysı caylarga berib səyahət qilishini bəkirək yaxşı görürsüz. Men hamda jiq vaqtda boshqa yerda jiq bo'lmayman rosa. Men hamda birinchi ulab mehmonxona o'ylayman. Mehmonxonadan huzurlunu alayman. Chunki siz bir yerga borganda yotgan yeringiz yaxshi bo'lmasa, bir kunlik faoliyatingiz hammasi nachar bo'ldi. Ba'zi odamlar o'ylaydi, bir kunlik ishqa nima qilamiz, qimmat yotoq deb, tas qalazat cho'kanchi deb. Pul topolmaydi. Pul unda qadamlarni yaxshi ko'rmaydi. Pulning jeni bo'ldi. Xuddi bir qiz bola, o qiz bolani yaxshi ko'rgan odam qaraganda, o'zi yaxshi ko'rgan odamning yanada bilib turishni yaxshi ko'rgandek. Pulni yaxshi ko'rgan odamni emas, pul o'zi yaxshi ko'rgan bir turkum odamlar var, shularning yana oqidi. Undaqsa pul qanday odamlar yaxshi ko'rdi? Dal o pul xejlashni yaxshi biladigan, o'ziga va boshqalar pul orqali xushonlik bera oladigan odamlarni yaxshi ko'rib turdi. Pulning asli mohiyati nimasi? Oylanish, xejlanish. Bunda adam pulmu yaxshi ko'rdi. O anda odamni cho'dsa, pulmu yaxshi ko'rmaydi. Ba'zida o'zining namrat emasligini isbotlab qo'yish uchun pul xejlaydiganlar bor. Bular inta xato usuldagi qul kenglar bular. Ularning pul xejlik sababi nimasida? Amniyat ularda uncha xejlikdek pul yo'q. Ammo u mayli do'stlari yoki atrofdagilarga o'zining pul topganini ifodalashdan hech bo'lmaganda o'zining pul yo'q emas ekanligini isbotlash uchun pul xejlab turgan bir turkum ahmoq odamlar bor. Sening ashundaq pul xejlaydigan o'zingning bir saviyasi kelgan vaqtda hergiz başkalar göz düşünmez. Onun 5 yıldızlık yatak yetiş hergizmi 5 yıldızlık yatak kırıvelip resim tatıp evet çemez. Mesela nurga adamlar var. Ular Ündar Soğudık Sıkalda ne şirkettikiler mesela seyyalık appasa. Ular ezelden beri bakmayın. Tuncu bağın. Muş aeroplandan düşüplü seyyanı küre köymeyli telefonlarını çıkırışıdı. Mana kızlar. Seyyağı geldi. O küreştin bekrek, özünün seyyarlığını başkalarına bildirişini uzunlamatı da o. Bunun neyim söyleydi o? Özünün uzunlaşın gerek var. Asli ula köses buludu, mevhüküm kılmayma. Ötkende meleke, bakadım toğlaydı kendisem. Ameliyat demeyin ahırva gepler onun için. Onu ben hata demedim. Ayıplıgemiş yok. Fakat aşkıl hareketini biz tatlı kılımız demiş ki şundak toğlaydı. Şundak toğlayıştan sebep neyim o? Degende mundaq tekshirib baqamiz. Ma'lum ayıplamayman. Ama hem kichkinam jangi deb qo'yamiz, taklif berishim. Hem de 6 saat aeroplanda o'tirgandiki odam purilishib ketadi. Purab ketadi. Sen chirayib, yotoqdan urilishib, o'zing hozirlan. Chiroyli kiyimlaringni kiyib, kurab, hamma yakan deb bo'lib. Andan ekan, chiqasimi bo'ldi-ku. Odamlar bir aldirash va men bilmay qoldim. Shundoq bir aldirash. Yatqından başqa bildirish. Balki kişilerin mevcut duygusu tuvallab ketgan bo'lishi mumkin. Davlatimizning men birisi berishni yaxshi ko'radigan ya Shanxay, yan birisi Sayya. Programımızda riyasatçılarının kiyimini Miras Kiyim-Kechak Madaniyati Chekli şirketi alayda ta'minlagan. Bu ulardan miras, tog'dak qomatga qiyas miras kiyimlari. Onda bo'lsa alika, undamaz vaqt jihatdan sal qisqa qolganlik sababli programmamiz mishada oxirlashmoqchimiz shu. Bugungi hissiyotingizni bir daqiqa bir anglab baqsaq. Xo'sh oldum. Ularga xo'sh bo'lishim, sen bilan paranjib xo'sh oldum. Chunki sen o'xshab meni ma'qul usulda g'idiqlab erkin ziyorat qilgan ish pek az uchraydi. Şu an sen bilan paranglashganligimdan xo'sh oldum. Rahmat aka. Bizmi shu nurg'ulg'an bilimlarni o'rganib oldik. Shunda yaqin orliq tutirib paranglashganimizdan bizmi hayajonlanyapmiz hozirgacha. Rahmat aka. Buningdan keyinmi bo'lsam Cho'lpon keldi programmamizdan keyin saldırga qadam tashrif qilib, yaxshi fikrlarda bo'lib, bizga bir bilim yetakchisi bo'lishingizni umid qilamiz. Bo'ldi. Unda esa bugungi programmamizni mishada oxirlashdi. Hammalarga rahmat. Ali Qurbon efendimga rahmat.